Voy bu kostyumlar yarashib turishidan. Unaqa erkalatuvning ishga borgim kelmayaptilar. Ha bu xotiningiz bilan necha qarab sevishib turibsizlarmi? Rahmatli ayingiz bilan shunaqa qilib sevishib kelishibdi. Oy aka, otajonda uylab qo'ymasak bo'lmaydi. Har doim shunaqa jahllari chiqib xafa bo'lib yuribdilar. O'g'lim beparosat bo'lsa, kelindi farosatli bo'lgani yaxshida. Dadajon, Boblabol, yaxshimisiz? keliningiz bilan kelishdik. Sizni uylab qo'ymoqchimiz. Yo'q, boblabol. Men onangizsiz yashamayman. Ana aytdim-ku, dadam unamaydi dedim-ku. Lekin siz ham mahallada otasiga qaramayapti degan gap bo'lmasin, mayli, chidab yashab beraman. Kimni topdinglar o'zi? Mahalladagi Nafisa xola bormi? Qassob rahmatli o'rtog'im xotinimi? Uni rahmatli qassob o'rtog'im urintiravergan, yurganda bergan. Sallash bir tarafga tortib, manaqa yuradi, chatdan solastirasiz rahmat. U bo'lsa yolg'iz yashayveraman. Boshqalarni ko'raylik Mana Instagramda bitta qiz bor ekan. Sapi lolo, mo'ylovi bor, qonni kattachalar yoqadi deb chiqibdi. Bu jichcha yosh emasmi, dada? Rozi bo'larmi? Bo'lmasa shart emas, men yolg'iz ham yashab beraman. Sizlarni o'ylab, men chidab bo'lsam yashab beraman deb turdim. Beringmi aqa? Qancha like bosibman bunga. Gapda indallosini aytadigan bo'lsam, men sizga sovchi bo'lib keldim. O'zingizgami? Dadamga. Hay, dadangizda shuncha pul ko'pmi? Yo'q. O'g'illarining sharoiti yaxshi. Dadamni ko'ngli yarim. Shu 200 dollarni olib, bir marta uchrashuvga chiqib, "Yo'q, yigitim bor" deb bersangiz bo'ldi. Nima bo'ldi ishlayman? Voy dada, gaplashdim, bir uchrashib ko'ray deyapti. Ay rahmatli, bitta shunaqa degan ko'rsam